Jigar, Koreyada mana shunaqa pul topiladi, короче. Jigar? Assalomu alaykum. Jigarim, yaxshimisiz? Sizlar o'ylayapsiz. Araloq bo'lsiz. Bir ovqatlanamiz. Gapirsangiz vaqtimiz necha kun bo'lib ketdi. Suv tomga Preguntas-me. 여보세요. 네, 안녕하세요, 사장님. 네, 알겠습니다. 네. 예, 지금 브루질리밍 yaptimi? Ha, ertaga Burjelimindan ish bor deyapti. Bir minutachiga bos. Allo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Ertaga 5 kishiga ish bor. 100 mingdan berar ekan. Ertalab soat 7larga tayyor bo'lib tursanglar. Ha. Olib ketadi. Aha. Telefonlashamiz. Aha. Mayli bo'pti. Jigar, 100 mingdan 150 mingdan. Burjelimindan. Nimaga bolalarga 100 mingdan deb aytdingiz? Men o'zimni shartim bor. Hozir qishloqda ish topolmaydi ular. Ko'ryapsiz, ish tashlagan. Koreyscha gapiryapman, halol mehnat qilib foizimni olaman Jigar, qanaqa halol mehnat, halol nasib bo'lishingiz. Sizdan boshlamay qo'ying. Nima yeysiz? Nima ketadi? Farqi yo'q. Как раз Sultonda osh bor. 10 mingga osh olsangiz, ichida ichimlikni qo'shib beradi. Mojito va hamma narsasi bor. Bu osh yetalabdimi? Bu osh issiq beradimi? Aytganmi? Sultonda 2 mahal osh pishiriladi. Kechasi ham issiq sveja osh bo'ladi. Beyoramizmi o'shanda? Bo'ldi, ma'qul. Xo'p, bo'ldi, aytamiz, aka. Ha, Jigar, nima bo'ldi? Beshlami? Kech bo'lganda chaqirtiribsiz. Katta minusga kirib ketdim. Tushunarli. O'sha payt sizga aytgandim-u, noto'g'ri tushungandingiz-da, xafa bo'lmang. Nima deysiz? Akalarga qiziqdim. Mana akalar qilyapti-ku. Men ham ishlasam bo'ladi. Tilni bilsam deb o'ylab, to'g'rimi, noto'g'rimi bilmasdan shuncha bolani ustidan pul ishlayapman. Bir emas, 10 barobar bo'lib chiqdi. Mayli, jigarim, qarang. Bu akalaringiz bu dunyoda bo'lmasa, u dunyoda javobini berar. Lekin biz Xudo peshonamizga yozgan rizqini yeb yuraversak, yaxshi bo'lib ketadi.